Aito brendiga qarashli Series 7 avtomobili. Qaranglar. 21 dyumli Pirelli P0 shinalari bilan. Bu qurib ketgan shinalar ham $1,500 bu yoqda turadigan. Mashina ochamiz. Komfortini ozmaslik ko'rsataman. Gibrid mashina. Panorama lyuk bor, 3D kamera, vijdvijnoy poroglar. Ko'rasan. Hop. Prisoskalari bor, massaj, обогрев, обдув. Premium klassdagi sistema, akustik sistemasi. Akustika. Head-up display. Распознавание лица, ya'ni yuzga qarab Face ID. Plus qulayliklar ko'rsatadi. Cruise control, klimat control, 4 zonli. Har bitta sideniya uchun alohida panorama. Endi qarab turinglar. Sizlarga hozir Focus ko'rsataman. Bu avtomobil o'zi ko'proq orqadagi passajir uchun desa ham bo'ladi. Ya'ni kattaroq joyda ishlaysiz, sizga masalan premium segmentdagi mashina kerak. Shunga men sizlarga mana shuni tavsiya qilaman. Qaranglar. Taxtali. Bu уже premium segmentda beradigan joyida shu. Ko'rasizlarmi? Nijnoy patalki. Qarab turinglar. Mana bu narsa bitta bosib qo'yamiz. Ketdi. O'zi oldi sideniyani surib, atamankalarni ko'tarib, qarab turing. 0 gravitatsiyaga olib kelib qo'yadi. Ya'ni uzoq yo'lga ketyapsizlar. Qarasangiz ozgina charchash holati bo'lyaptimi? Bitta bosib qo'yasiz, 0 gravitatsiyada, ya'ni bu yerni tortish kuchi yo'q bo'lib qoladi siz uchun. Uchib ketayotgandek, osmonlarda sayr qilayotgandek bo'laveradi. Bu mashina 3 ta qatorli, hozirgi paytda Li 7lardan yaxshiroq. 1000 kilometrga yaqin masofa bosib o'tadi. Bitta polniy bak, polniy zaryadka bilan. Keyin mana bitta bosib qo'ysanglar, yana joyiga qaytib keladi. Avtomobil kimga qiziq bo'lsa, Evolution Motors turibdi bu ham. Narxiga kelgan bo'lsak, bu adashmasam 50 mingdan, o'sha esimdan chiqib ketdi. Bundan kam bo'lishi kerak. Yana o'zim orqali kelsanglar, bu mashinani ham полный обзор qilib beraveramiz. Ya'ni полностью hammasini ko'rsatib, yurishini, yumshoqligini. Akani o'zi aytishdi, eng qizig'ini aytay. Akani o'zlarini aytishi bo'yicha mashina haydab ko'rganlar mashinani, и komforti zo'r deyaptilar. Shu Range Roverga solishtirsa bo'laveradi. Ya'ni Range Roverda o'sha mazasini beryapti, deyaptilar. Endi qarab turinglar. Nima qilamiz? Avtomobilga o'tamiz. Sideniyaga o'tamiz-da, sideniyadan massajni bosib. Ko'ryapsizmi? Massaj boshlandi-yu. Rustam aka. Mashina olaman deb yuruvdingiz aka. Mashina bosib olasiz shekilli. Menimcha bundan boshqasi bekor. Oilani solib, eng qizig'i, kendayam solib, jiyanlar solib, qatga bo'lsa harakatlanaveradi. Eng qizig'i ekonomichniy. Oddiy maza qilib, uzoq yo'lni, yaqin yo'lni, akustika ham zo'r. Bu pulga endi boshqa nima ham olasiz? O'zingiz ayting aka. Mashina bosib oling. Kelsangiz Farg'onada Evolution Motorsda avtomobil turibdi. Undan tashqari yana boshqa avtomobillar ham bor. Kelsangiz, men orqali kelganimni aytsangiz, xudo xolasa tushirib beradi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.